alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar do'stlar. Anchadan beri video olgan yo'q edim do'stlar. Bugun sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzuyimiz do'stlar, bugun qanaqa mavzu haqida gaplashamiz? Bugun Koreyada ish haqida gaplashamiz. Ya'ni mendan ko'pchilik so'raydiki, Koreyaga yangi keldim, qanday ish topsam bo'ladi yoki qayerda ishlasam bo'ladi yoki bo'lmasam O'zbekistondan turib savol berishadi. Ya'ni qanday qilib o'sha Koreyaga borgandan so'ng ish topsam bo'ladi, nima ish qilsam bo'ladi degan savollar bilan ko'p keladi. Bunaqa savollar kommentariyada yo Telegramda yo Instagramda. Do'stlar, shu narsaga yana bir oydinlik kiritish maqsadida men ko'p videolar chiqarganman. Ya'ni Arbayt ishi, ya'ni Arbaytda qanaqa ishlar bo'ladi, men qanaqa ishlar qilganman, Koreyaga kelib studentlar nima ish qiladi, oyliklar qancha, shu haqida video qilganman. Lekin asosiy ish bor bu yerda. Ya'ni Koreyaga kelgandan so'ng til bilmasdan qanday ishlasa bo'ladi, qanday pul topsa bo'ladi. Shu haqida bo'ladi. Ya'ni Koreyada Arbayt ishdan tashqari, ya'ni kunlik ishdan tashqari, misol uchun agar til bilmasangiz, tekpey ish bor. Ya'ni tekpey ishi degani o'zbek tiliga tarjima qilganda pochta ishi, ya'ni pochtada ishlash, ya'ni yuk tashib, yuk yuklash ishi. Hozir sizlarga o'sha videoni, o'zim olgan videoni ko'rsataman, ya'ni ko'rib o'zlaring xulosa qilishlaring mumkin. Lekin bu ish oson ish emas. Qiyin, o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Narxlari haqida ham batafsil tanishib o'tamiz. Avval birinchi o'sha videoni ko'radigan bo'lsak, keyin xulosaga kelib gaplashamiz bo'lmasa. Qani bo'lmasa videoga o'tamiz. Shunaqa bo'ladi do'stlar. Koreyaga kelib pul topish ham oson emas. Birinchi Koreyaga kelganda shunaqa ish qiladi.
do'stlar, mana o'zlaring eshitib ko'rdilaring videoda nima ish qilyapti turganimni, ya'ni koreyslar nima ish qilyapti turganini ko'rdinglar. Qizlar ham bor, endi qizlarda o'zi ish alohida. Do'stlar, mana shu ish ko'rdinglar, oson emas, qiyin, chunki bu yerda qarang. Agar bir kun ishlaydigan bo'lsangiz, ya'ni full time deydi inglizchasiga, agar bir kun ishlaydigan bo'lsangiz, o'rtacha xuddi men ishlagan joyda qancha beradi? 100 ming beradi. O'sha joyda 100 ming beradi. Agar part time dedi, ya'ni yarim kun ishlaydigan bo'lsangiz, u yerda 45 ming 50 ming atrofida pul beradi. Shunaqa do'stlar, asosan shunaqa 50 ming 100 ming atrofida yoki 45 ming 90 ming atrofida pul olasiz. Ya'ni bu 45 ming 90 ming degani Koreya pulda 45 ming won, ya'ni 40 dollar atrofida pul bo'ladi. Ya'ni 90 ming won, ya'ni 85 dollar yoki uzoq bo'lsa 86 dollarga to'g'ri keladi do'stlar bir kunda. Shunaqa do'stlar, endi shu ish asosan o'g'il bolalar qiladigan ish. Ya'ni ko'ryapsizlar hozir yuklar og'ir keladi, yengil yuklar keladi, har xil. O'zlaring misol uchun agar mabodo Koreyaga kelib qolsalaring, o'zlaring ishlab ko'rasizlar, iloji yo'qligidan bilaman. Chunki asosan bolalar shu ishni qiladi, lekin agar boshqa ish topib olsangiz, bu ishga chiqqingiz kelmay qoladi. Chunki bilasiz, ko'ryapsiz, ish og'ir, to'xtamasdan ishlash kerak. Misol uchun 10 soat, 12 soat ishlash kerak kuniga. Pul beradi, yaxshi pul beradi, lekin ish qiyin. Shuning uchun ko'pchilik ishlamaydi. Agar til bilmasangiz, ishingiz yo'q bo'lsa, boshqa qiladigan ishingiz, asosan shu ishda ishlaysiz. Misol uchun o'ylab qaraydigan bo'lsak, Koreyada ko'p universitetlar bor, ya'ni o'zbeklar o'qigan universitetlar, ya'ni ularda asosan kontrakt qimmat. Shuning uchun iloji yo'q, agar bitta ishda ishlab pul yetkiza olmasangiz, shunaqa ishda ham ishlashingizga to'g'ri keladi. Yana bir narsani aytib o'tib ketmoqchi edim. Ya'ni bu ish qachon bo'ladi? Ya'ni soat nechida bo'ladi? Asosan bu ish kechqurun 6 dan boshlab ertalab 6-7 gacha bo'ladi. Bir mahal ovqat beriladi, ya'ni ovqatda o'sha koreyskiy ovqatlar bo'ladi. Asosan guruch bilan shunaqa qolgan salatlar, shunaqa narsalar, yeydigan narsa ham yo'q asosan. Shunaqa do'stlar, asosan shu ishlar. Do'stlar, shunaqa Koreyada ham pul topish oson emas, pul topish qiyin. Lekin agar birorta yaxshi, agar tilni yaxshi bilsangiz, oshxonalarda yoki boshqa yaxshiroq ishlarda ishlashingiz mumkin. Shuning uchun do'stlar, sizlarga bitta asosiy maslahat, asosiy gapim, sizlar Koreyaga kelmoqchi bo'lsalaring, asosan koreys tilini zo'rlab, yaxshilab o'rganib kelsalaring, shu sizlarning yutuqlaring. Ko'pchilik so'raydi mendan, nimaga o'sha Koreyaga borsam, koreys tili bilan kelgan yaxshimi yo bo'lmasa ingliz tili bilan kelgan yaxshimi deyshadi. Men ularga aytaman, agar o'qib, agar normalniy ishlab pul qilmoqchi bo'lsalaring, koreys tili bilan kelganlaring yaxshi. Chunki sababini hozir tushuntiraman. Chunki bu yerda asosan koreyslar yashaydi, to'g'rimi? Chunki bu Koreya. Endi Koreya bo'lgandan keyin koreys tili bo'ladi, ingliz tili bo'lmaydi asosiy til. Ingliz tilini biladiganlar bor, ular faqat o'sha tashkilotlarda ishlaydiganlar yo bo'lmasa studentlar ba'zilari bilishligi mumkin. Lekin asosiy siz ishlaydigan joylarda bu koreys tili faqat. Shuning uchun Koreyaga ishlash uchun kelganlar yaxshi pul topadi, chunki ular faqat ishlaydi, o'qimaydi. Shuning uchun agar Koreyaga ishga kelmoqchi bo'lsalaring ham shu ish haqida chiqargan videolarim bor. Do'stlar, agar o'sha har xil savollar bo'lsa, Koreyaga kelish haqida, ishlash to'g'risida, shunaqa savollar bo'lsa, xudo xolisa do'stlar, qo'ldan kelgancha javob beraman. Ya'ni agar tushunmaydigan narsalaring bo'lsa, o'sha pastdagi video pastiga yozib qo'yaman. Hamma narsani o'sha Telegram kanalim orqali topishlaring mumkin meni. Undan keyin Instagram orqali ham yozishlaring mumkin. Telegram kanal, har xil o'sha videolarni yozib qo'yib qo'yganman. Shu videolarni bemalol kirib ko'rishlaring mumkin do'stlar. Do'stlar, yana bir narsani aytib o'tib ketmoqchi edim. Tekpa ishi bu asosan o'g'il bolalar qiladigan ish. O'g'il bolalar uchun qilinadigan ish bu. Qizlar u yerda ishlamaydi. Qizlar ishlaydi, lekin ular qiladigan ish oddiy, oson ishlar bo'ladi. Asosan o'g'il bolalar yuklash bilan shug'ullanadi. Do'stlar, bugungi videoyim shu joyda yakunlanadi. Ya'ni shu joyda yakunlayman, xudo xolasa do'stlar. Agar video qanaqadir ma'noda sizlarga foydasi tekkan bo'lsa, agar shu narsadan biror narsa olgan bo'lsalaring do'stlar, men juda xursandman. Xudo xolasa Koreyaga kelmoqchi bo'lsalaring, yordam beraman. Xudo xolasa Koreyaga kelmoqchi bo'lsalaring, ishlashga, o'qishga menga yozishlaring mumkin. Kommentariyada yo bo'lmasa Telegram yo Instagramga kirib yozishlaring mumkin. Bemalol qo'ldan kelgancha javob beraman do'stlar.
Agar obuna bo'lmagan bo'lsang, obuna bo'lib qo'yishlari mumkin. Do'stlar, Koreyadan yangiliklar, xabarlar haqida videolar qilib turaman. Xayr, sog' omon bo'linglar. Ko'rishguncha.